Kalmar o'yini serialmi? Yo'q, bu global marketing quroli. 2021-yilda Netflixda namoyish etilgan Kalmar o'yini nomli koreys seriali kutilmagan darajada mashhurlikka erishdi. Serialning mazmuni oddiy bo'lsa-da, qarzdor odamlar hayoti evaziga pul ishlash uchun o'lim o'yinlarini ishtirok etadi. Bu g'oya butun dunyo odamlarining e'tiborini tortdi. Serial atiga 21 million dollarga ishlab chiqarilgan bo'lsa-da, Netflix bu serial orqali 900 million dollarlik daromad ko'rdi. Bu esa uni kompaniya tarixidagi eng daromadli kontentga aylantirdi. Eng qizig'i shundaki, Kalmar o'yini faqat ekran orqali emas, balki real hayotga ham trendga aylandi. Odamlar serialdagi yashil sport kiyimlari va qizil soqchilar formalarini masshtabda xarid qildi. Amazon va eBay kabi platformalarda bu kiyimlar eng ko'p sotilgan mahsulotlar qatoriga kirdi. Halloween bayramida deyarli har bir 3-chi odamda Kalmar o'yini qahramoni bo'lib kiyinganini buni isbotlaydi. TikTokda esa Squid Game hashtagi 100 milliarddan ortiq ko'rishga ega bo'lib, marketing olamida misli ko'rilmagan virallikni yaratdi. Dalgona shakarlari, raqamli formalar, o'yinlar va mashhur qizil chiroq, yashil chiroq sahnasi internetni portlatib yubordi. Ko'plab kompaniyalar bu trenddan marketingda foydalandi. Masalan, McDonald's, Zara va boshqa brendlar Kalmar o'yini stilida reklama chiqardilar. Eng e'tiborli ta'sir esa turizm sohasida kuzatildi. Serialning suratga olingan joylarda sayohatni tashkil qilina boshladi. Seulda Squid Game Express Center ochildi va yuzlab turistlar o'sha o'yinni xavfsiz tarzda sinab ko'rishga oshiqdi. Bu esa Janubiy Koreya madaniyatiga, taomlariga va umuman olganda kino sanoatiga qiziqish keskin oshdi. Ko'plab tur firmalar maxsus Kalmar o'yini tematik turlarni taklif qila boshladi. Faktlar bilan aytganda, Netflix 900 million daromad topdi. Merchandisingdan 200 million dollarga yaqin tushum bo'ldi. TikTokda 100 milliard ko'rish. Koreyaga bo'lgan qiziqish 30% ga oshdi. YouTube'da Kalmar o'yiniga oid kontentlar millionlab ko'rildi. Bu serialning muvaffaqiyati bizga nimani ko'rsatdi? Birgina kreativ kontent nafaqat kino sanoatini, balki moda, texnologiya, marketing va turizmni ham kuchli suratda harakatga keltira oladi. O'zbekiston ham xuddi shunday yo'l tutishi mumkin. Masalan, Samarqand, Buxoro yoki Xiva shaharlarida tarixiy yoki mistik mini seriallar suratga olinib, shu joylar asosida turistik yo'nalishlar yaratilsa, bu ham O'zbekiston turizmiga yangi kuch baxsh etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Izohlarda fikringizni qoldiring.